Bizi 5-0 ga yutqazdik. Meni bu murojaatim butun O'zbekistondagi svarchilarga. Assalomu alaykum, sizlar bilan svarchik nomerading, butun O'zbekistonda svarchik nomerading taxallusi ostida tarqalgan o'sha mashhur svarchikman. Azizlar, ko'pchiliginglar 5-0 ga yutqazdik chichqoqlar, yo'q do'stlar. O'zingizlar bironta stadionga borib yarim soat yugursanglar, tilinglar galstuk bo'lib qoladi, to'g'rimi? Yoki oyog'inglar chiqib travma olib kelasizlar. Bu yosh yigitlar orasida yosh kattalar ham bor. Jahon arenasiga borib O'zbekistonni bayrog'ini hammaga tanitib kelyapti-da. Bizni orqasidan so'kib o'tirimiz, yutqazib qo'ydi, yo'q. Men xuddi shunaqa deb so'kayotgan odamlarni kimga teng qilaman? Ani shkalga u kim bilan urushga og'ayningizni olib borasiz, yutqizib qo'ysangiz qochib ketadigan og'ayningiz bo'ladi-yu. Xuddi shunaqa odamlar bo'ladi. Ya'ni plyuz yo'qligida oldingizda yo'q bo'lib qoladigan og'ayinlaringiz bo'ladi-yu. Ular kim? Ular og'aynimi? Mana xuddi shunaqa hozir so'kayotganlar, xuddi shunaqalar. Bize bularni og'ir paytida ham, yengil paytida ham, yutuq paytida ham, yutqizgan paytida ham oldida bo'lishimiz kerak. Raz balet qilyapmizmi? Balet qilgandan keyin yutqizganni ham qabul qilishimiz kerak. Bularga poddeshka bo'lishimiz kerak. Yutqizganda so'kib, yutganda malades, men bilgandim, men kutgandim deb 200lamachi bo'lishimiz kerak emas. Men asosiy auditoriyam svarchilar bo'lgani uchun svarchilarga murojaat qilaman. Kelinglar, so'kmaylik. Bu bolalarni poddeshka qilaylik, naborot. Bu O'zbekistonni borligini butun dunyoga tanitib qo'yapti. iShowSpeed degan bloger bor. Hamma taniydi uni. O'sha turib olib serquyosh aytyapti. O'shanga o'xshagan juda ko'p mashhur odamlar arenada turib olib serquyosh aytyapti. Tushunasizlarmi? O'zbekistonni serquyoshini aytyapti, bayrog'ini ko'ryapti. Bu bizning yutug'imiz. Yutqizdik demaylik, bu boshlanishi inshaalloh. Bizni poddeshka qilishimiz kerak. Naborot buni mana qilib so'kib, har xil videolar chiqarsak, bu 200lamachilik bo'ladi. Hozir so'kasizlarda, ertaga yutgandan keyin, "Voy, men biluvdim" deysizlar. Unaqa qilmaylik. Unaqa bo'lmalaring. Unaqa bo'lmalaring. Naborot poddeshka qillaring. Nima dedinglar? Sizlar bilan svarchik nomerading bo'ldi. Men o'zim futbolga umuman tushunmayman ham, umuman qiziqmayman ham. Prosta juda ko'p videolarni ko'raman, ko'pchilik so'kib chiqyapti. Chichqoqlar u bu deb. Sen o'zing chiqib uyingni atrofida 10 marta aylangan, tiling galstuk bo'lib, uyingga o'ralib qoladi uyingni atrofida. O'shaning uchun biz bularga poddeshka bo'lishimiz kerak. Oson emas, bu urovingga chiqishi o'zi bo'lmagan bularga. Nechta travmasi bo'lib turib yugurib yuribdi bular. Travmasiz bu holatgacha yetib kelib bo'lmaydi. Futbol eng travmasi ko'p nimalardan, sportlardan biri. Nima dedinglar? Agar bu narsani tushunganlar, bilganlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Men futbolga uncha tushunmayman, lekin bu hozir dolzarb masala bo'lgani uchun chiqdim. Svarchilarga murojaat qildim. Biz svarchilar futbol ko'ryapmizmi? Balet qilyapmizmi? Oxirigacha balet qilishimiz kerak. Yutsa ham, yutqizsa ham. Nima dedinglar? Hammaga sog'lik, omonlik, sizlar bilan butun O'zbekistonda mashhur bo'lgan svarchik nomerading bo'ldi.